Assalomu alaykum. Hurmatli brifing qatnashchilari. Men Sayfullayev Akmal Muzaffar o'g'li, Navbahor tumanida joylashgan 37-oilaviy poliklinika mudiriman. Bugungi bo'ladigan brifing mavzuyimiz O'zbekiston Respublikasida bosqichma-bosqich joriy etilayotgan majburiy tibbiy sug'urta tizimi va uning aholiga taqdim etiladigan asosiy qulayliklari haqida to'xtalib o'tamiz. Tibbiy sug'urta bu har bir fuqaroning o'z salomatligini himoya qilishga qaratilgan ijtimoiy kafolatdir. Mazkur tizim sog'liqni saqlash sohasida adolatli, sifatli va teng sharoitda xizmatlardan foydalanish imkonini beradi. Unda tibbiy sug'urta nima va u qanday ishlaydi? Majburiy tibbiy sug'urta bu davlat tomonidan fuqarolarga tibbiy xizmatlar uchun mablag' ajratish mexanizmi bo'lib, yillik sug'urta badallari orqali shakllantiriladi. Bu tizim fuqarolarga bepul yoki subsidiyalangan asosida tibbiy xizmatlardan foydalanish imkonini yaratadi. Aholi uchun asosiy qulayliklari bu moliyaviy yengillik beradi. Majburiy tibbiy sug'urta orqali aholi, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar, yuqori xarajatli tibbiy xizmatlardan bepul yoki arzon narxda foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularni og'ir davolanish xarajatlaridan saqlaydi. Tibbiy xizmatlar teng va erkin kirish bo'ladi. Tibbiy sug'urta har bir fuqaroga teng huquqli yondashuv asosida yashash joyidan qat'iy nazar sifatli tibbiy xizmat olish huquqini beradi. Endi bemorlar kerakli mutaxassisga yo'llanmasiz murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tibbiyotda sifat oshadi. Tibbiy sug'urta tizimi orqali sog'liqni saqlash muassasalariga barqaror moliyalashtirish yo'lga qo'yiladi. Bu esa o'z navbatida tibbiy xizmatlar sifatini oshirishga, zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlanishiga va tibbiy xodimlarning malakasini oshishiga olib keladi. Va profilaktik xizmatlarga e'tibor kuchayadi. Tibbiy sug'urta tizimi kasallikning oldini olish, profilaktika ishlariga ham katta e'tibor qaratadi. Bu esa aholining umumiy sog'lom turmush tarziga o'tishiga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasida majburiy tibbiy sug'urta tizimi bosqichma-bosqich amalga oshirishda aholining quyidagi qatlamlari bosqichma-bosqich tizimga jalb qilinadi. Ya'ni davlat xizmatchilari, budjet tashkilotlari, ishchilar va aholilar, pensionerlar va ijtimoiy himoya guruhidagilar. Majburiy tibbiy sug'urta tizimi aholining sog'lig'ini muhofaza qilishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu tizim orqali har bir fuqaro malakali tibbiy xizmatdan foydalanadi. Sog'liqni saqlash tizimi barqaror moliyalashtiriladi. Sog'lom jamiyat barpo etiladi. O'zbekiston Respublikasida sog'liqni saqlashda olib borilayotgan islohotlarga xalq farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Tumanimiz aholisiga vrachlar, ya'ni shifokorlar tomonidan shuni tavsiya qilamizki, har bir kishining sog'ligi o'zini qo'lida. Sog'liqni saqlash uchun nimalar qilishimiz kerak? Har kuni piyoda yurishimiz kerak, to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzi bilan shug'ullanib borishimiz kerak. Va alkogol, chekish mahsulotlaridan o'zimizni tiyishimiz kerak. Har bir fuqaro o'zini sog'ligi uchun o'zi qayg'urishi kerak. O'shanda hamma sog' salomat bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.